Assalomu alaykum, hurmatli zo'r ko'gishlar. Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Amerikaning poytaxti Washingtonda tasdiqlangan Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasining bugungi suhbat programmasiga xush keldingizlar. Hurmatli zo'r ko'gishlar, bugun hozir men sizlarga bu programmani Belgiyaning poytaxti Brükseldagi Yevropa parlament zalida Mınaq maydandan bu suhbat programmasini sizlarga taqdim qilyapman. Hurmatli zo'r ko'gishlar, bugun bu zalda, ya'ni Yevropa parlamentining zalida maxsus Qashqar qadimiy shahri haqida maxsus bir ilmiy muhokama yig'ini chaqirilgan. Albatta, bu ilmiy muhokama yig'ini haqidagi programmani ayrim diqqatingizga taqdim qilamiz. Bugun mushu fursatdan foydalanib turib Yevropa parlamenti zalida qurultayninki asosli mas'ullari bilan bir suhbat o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldim. Bugungi suhbatimiz bu qurultayning asosiy rahbarlar bilan bo'ldi. Hammanglar tunislar shunda bo'lsa televizor ko'ruvchilarimizga, ba'zi vatanda yangi chiqqan ba'zi televizor ko'ruvchilarimiz bilmasligi mumkin, shunda bo'lsa qadrli rahbarlarni sizlarga bir qur tunishtirib o'tay. Mana bu yoq zaten tunishtirishning hojati yo'qdi. Shunda bo'lsa bir tunishtirib o'tay. Bizning milliy rahbarimiz, Uyg'ur xalqining ma'naviy onasi va dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Rabia Qadir xonim bo'ladi. Bu efendim, yanımda o'tirgan efendim, Dünya Uyg'ur qurultiyininki tashkilot ishlariga mas'ul Mao raisi Seyit Tümtürk efendim buludu. Seyit Tümtürk efendim Atay'tan Rabia Hanım'ınki Avrupa qilgan 7 davlat ziyaratiga hamroh bo'lish uchun Turkiyadan Atay'tan kelgan. Mana bu efendim Dünya Uyg'ur qurultiyininki Mao raisi, yani Avrupa ishlariga mas'ul Mao raisi Asqarjon efendim buludu. Asqarjon efendim bu qatimki Avrupa ziyaratiga hamroh bo'lish uchun Atay'tan Germaniyadan kelgan. Mana bu efendim sizlarmi bilisizlar, balkim tanıysizlar. Dünya Uyg'ur qurultiyininki bosh kotibi ham Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Dolqun Aysa efendim bo'ladi. Mana bu efendim Mehmet To'xta efendim Dünya Uyg'ur qurultiyininki Yevropada turishliq vakili bo'ladi. Hurmatli Rabia xonim, haqiqatan bugun nayt xo'shallik bir kun bo'ldi. Albatta istansınız vakaldan milletimni alayda tabriklayman. Rabia xonim, siz birinchi ayning 25-kunidan boshlab bu Gollandiyada har kuni digidek bu parlament a'zolari bilan, parlamentninki har qaysi komissiyonning mas'ullari bilan sizlar bu ko'rishyapsizlar. Masalan, yerinizda o'tirgan sizning yordamchilaringiz, masalan, mening bilishimcha zaten 10 dan ortiq 15 ga yaqin parlament a'zosi komissiyonninki mas'ullari bo'lib, ko'rishdan 2 kunni yog'i mana 3 bugün nayt çoğun bir konferans oldu bir yerde. 3 günün içinde nayt Uygur halkını xoşalıq kılgan nayt çoğun hadisler oldu. Siz bu Belgiyadaki bu 3 günlük ziyaretinizge kısaca qanday bir bağırız? Nayt Belgiyada turib atkan bizninki burunki Dünya Uyghur qurultiyinin sabık ma'mur reisi hem hazırki bizninki Avrupa parlamentiki elçixanımızda turuşluq Dünya Uyghur qurultiyinin bütün dünya Uygurlarınınki Avrupa parlamentiki avazı Mehmet To'xta efendimninki ve Belgiya Uyghur uyuşmasınınki reisi Abdullah efendimnin Uyghur uyuşmasının Belgiya halkının birlikte uğurlaştırışı 10 ponun yardımı bilen Avrupa parlamentiki bulanın epağın faaliyetinin nayet yaxşı bolğanlığı üçün Avrupa parlamentiki barlıq parlament a'zolari, parlamentning ma'mur reisleri, qatorliq rahbarlari ve parlament partiya rahbarlarining qo'llashi ve hamkorlashi ostida bugungi nayet cho'ng yig'ilish o'tkazildi. Bu yig'ilish nayet muvaffaqiyatli oldu çünkü bizning milliy kimligimizga zich bağlangan, tariximizga zich bağlangan Qashqar bizning davlat qurganligimizningki isboti bo'lgan Qashqariya davlatimizningki poytaxti bütün dünya hem Mahmud Qashqari bizning olimimiz Mahmud Qashqarining tug'ilgan hem yetilgan yeri hem Yusuf Xas hojilarning tug'ilgan yetilgan yeri nurg'un olimlarimizning anglashlarimizga qaraganda hatto Alisher Navoiyning tug'ilgan yeri deb angladik. Nurg'un olimlarimizning, ziyolilarimizning yetilgan tarixiy shahar bo'lgan Qashqarni fojialik holda xuddi bizning millatimizni qonda bo'g'ib o'ltirib etmoqchi bo'lsa, bizning Qashqar shahrimiz poytaxtimizni Xitoy hukumatı tub-tuz qilib chekib etish tahdidiga duch kelgan, hatto boshlangan shunchalar Uyg'ur xalqi vaqirab, jaqirab yig'ilgan bo'lsa-mu, dunyoning ham yerda faoliyat etmagan bo'lsak-mu, bu ishqa Xitoy qilich pisand qilmay chekib atganmish bir paytda
bizning Yevropa parlamentiki vekillerimiz ve Belgiyadaki puhralarımız, teşkilatlarımız birlikte bu faaliyetini orlaştırıptı. Bu faaliyet nayeti muvaffakiyetli oldu. Bana özanlar, köydünler bu faaliyetke 200'den cık katnaşkıçılar, iştirakçılar geldi ve nurgun parlament azaları, parlamentin reis, mavur reisleri ve nurgun muhbirler kütüp aldık. Hem nayeti sual soraklar düştü. Nurgun tadqiqatçılar dünyanın hem yerden kelip Qashqarning bundaq bahudu ko'zdan yo'qab yer sharidan g'oyib bo'lishi dunyo xazinasininki nihoyatda bir ichnishlik ziyanlik bir ish ekanligi, bir fojia ekanligini butun dunyo birlikda Qashqarni qutuldirib olish ham shuning bilan birga Uyg'ur xalqining hozir milliy kimligining xirqqa duch kelganligi bu yerda hammasi namoyon bo'ldi va o'zimizning ishlarimizni tashviqot qilib olish fursatiga erishdik. Yevropa parlamentining ishida biz 10 yillardan beri faoliyat olib boryapmiz. Lekin bu qitimki faoliyatimiz nihoyatda keng doiralik, nihoyatda tarixiy ahamiyatga ega faoliyat bo'ldi. Nimishqa deganda men 1-oyning 20-kundan tortib Amerikadan safarga chiqib 8 davlat Uyg'urlarning Uyghur halkımızın ve chet elde turuşluk dava ettiriyotgan faoliyatçılarımızın her devletteki teşkilatlarımızın ittifaklaşışı ve ularning tangshash hizmeti ve ularning halkımızın yeteklash işki hizmetini ettirish uchun biz bir grup adam men yo'lga chiqishim amana mana ko'rdingiz Sitim Türkiye'den 20 kunlab so'rab u chiqdi. Asqarjon efendim Munix'ten geldi. Dolqun Aysa başkatımız Munix'ten geldi. Mehmet To'xti bizning bu yerdagi tayyorlik xizmatimizdan, bu yerdagi da'volarimizni nihoyat yaxshi o'rlashtiribdi. Men bir kun mush kelgan kundan 4 kun ichida 20 saatın hazırgıçı boğa işimiz nihoyat muvaffaqiyatli olib berildik. Bağlı devletimizde bizning tashkilotlarimiz şu devletning parlamentleri bilan ko'rishdi ve o'zaro qilmoqchi bo'lgan xizmatimiz mayli Fransiyada bo'lsin, mayli Gollandiyada bo'lsin, bizning bu tarixiy ahamiyatga ega bu safarimizda nihoyat muvaffaqiyat, nihoyat unumli, nihoyat ko'pchilikning yerlik tashkilotlarning ve xalqimizning maslahatlari bilan muvaffaqiyatga erishib mangdi. Yana şunun bilan birga bu Yevropa o'xshashlar bugun Belgiyada Yevropa parlamentinin ishida olib borgan faoliyatimizda kelgan kunimizning bugun 4-kuni, 1-kundan tortib Yevropa parlamentinin boshliqlaridan tortib, hatto partiyaning rahbarlaridan tortib Uyg'ur masalasiga qonun tuzash, Uyg'ur masalasini o'tirg'a ochiqish, Uyg'ur masalasini kun tartibga kirgizish, Uyg'ur masalasini Xitoy bilan bo'lgan suhbatlarda o'tirg'a qo'yish ishida bizning bu yerdagi tashkilotlarimiz nihoyat unumli xizmat ishlab biz bilan ko'rish orlaştırdı. Demek 20'ga yakın parlament a'zolari partiya tashkilotining rahbarlari bilan ve kişilik hukuk tashkilotining rahbarlari bilan ve Xitoy komitetining rahbarlari bilan ve Asiya komitetining rahbarlari bilan ve parlamentning ma'mur reislari bilan demek rahbar darajadan tortib tövengicha orliqda ve kengash odamlari, kengash tashkilotining rahbarlari bilan o'zimizning masalasi ustida keng ko'lamda suhbat olib bordik ve o'z ahvolimizni anglatdik. Ularning bizga qilgan va'dalari va bizni qo'llaydiganligini davomli bunday faoliyatni to'xtatmay olib berishimizning nihoyat muhim ekanligi, bizningmi bu ishga jiddiy qarab dunyoning hamma yerdan rahbarlarning yig'ilib kelib mushunday qilishimizni bular nihoyat xo'shallik bilan qarshi olib xizmatimizni muvaffaqiyatli bugun oyoqlashtirish oldida turyapmiz. Hürmetli Seyit Tümtürk efendim, siz hem de bu Türkiye'den geldiniz bu teşkilat işlerine meselemde. Siz köp gelisiz her yıldagidek. Bu kıtım kelgan vaqtingizda mesela teşkili meselelerde, mesela hazır bu Avrupa'da Uyghur teşkilatına ait köpülüp teşkili meselede anladığım bu davanınki qaysi derecege götürülüş meselesi de mesela bugün Avrupa parlamentinin işkirini yağı siz mi Rabia Hanım Gamra olup ziyaret kılıyorsunuz. Siz özünüz hem de Türkiye'den geldiniz. Özünüz qanday duyguda mesela bu cihette? Rahmet, birinciden Şarkı Türkistan Uyghur Televiziyasiga milletimizden avazı buluş teşkilatlarımızdaki bütün faaliyetlerini yetkiziş dairesindeki bu hizmetleri için Allah Teala'dan utuluk dileymen, milletimizge hayırlı mübarek olsun. Biz Dünya Uyghur Qurultayı lideri hürmetli Rabia Kadir Hanım bilen takribi bir haftadan yakın birge sefer elip boryapmiz. Bu seferlerimizden birinci
nöbetlik devleti Gollandiya bulup çıktı. Gollandiyada 3 günlük bir ziyaret oldu. Andın Fransa'ya, hazır günde Belgiya'da biz. Bunun devamında Norvegiya, Svisya, Finlandiya, Germaniya bulup bu ziyaret ahırlaşmakçı. Yani bunun tesir bu vaktiki göz karışım kısaca aytadigan bolsam, Dünya Uygur Kurultayı Şarkı Türkistan halkının Uygur milletinin ki birden bir rehberlik organı. Biz elbette hazır müstakil bulmasak mı müstakillik küreşilip bir vatimiz bu faaliyetlerimizin ki halk aralık bir vaziyetke aylanish ve halk arada en muhim merkezlerde avazı buluş ve şu yerde yetekçilik kılış halk aralık bu vaziyetini şekillendiriş için elbette teşkili aparatlarımızdan mı şunun maslışıdığan halette nayeti yakşı ve sağlam teşkilleniş gerek. Bunun için biz bütün bu devletlerdeki teşkilatlarımızda bir retki silip yeniden halkımızın iradesi boyunca teşkili tüzümünü bir kitip kilivatımız. Bu Belgiya'daki faaliyetlik gelgende Belgiya'da, Brüksel'deki 27 devletinin ki siyasi merkezi, ortak parlamentosu. Bu zalda biz hazır Rabia Kadir Hanım yetekçilikide bir grup Dünya Uygur Kurultayı'nın rehberi Kaşgar konferansıga iştirak kıldık, intayin pahirlendik. Çünkü Kaşgar degen, Uygur degen, Kaşgar degen din, millet degen, Kaşgar degen Şarkı Türkistan'ın özü degen. Xitay bizden tarihimizni, bizden kelejekimizni Kaşgar'ını yok kılış arkalık katli suikast kılmen degen biz yaman göz karashta bu faaliyetini yürgüzüp atıdı. Biz Uygur milleti ve Uygur milletindeki rehberlik organı olan Dünya Uygur Kurultayı her göz bununla yol koymayımız. Bunu yol koymamız degenlikimiz elbette biz dünyada haklık davayımızı kanunluk halette elbette bunu düşündürmüz. Bulandın birisi olsa Belgiya'daki Brüksel şehri. Brüksel şehrinin ki siyasi ehemmiyeti binaen biz Mehmet Toktu kırındışımızda bir yere Dünya Uygur Kurultayı'nın ki toluk hukukluk vekili de bikittik. Biz Allah kalırsa gelecekte Cenevre'de, andın Strasbourg'da, evet Washington'da Rabia Kadir Hanım hazır turuşluk. Bu dairini kengaytip garp ellerde bu merkezlerin her birine teşkili aparatlarımızda kulup vekillerimizde bikitimiz. Andın Huda buyursa Japonya, Hindistan, Rusya Katarlık ve Asya'daki İslam devletleri Katarlık seferberlikimizni başlatıp bu meselenin halkaranın meselesine aylandırmamız. Ben sözümünü şu yerde akırlaştırman milletimizden ki hiç kaçan ümidini yok kılmaslıkını, milleti için köyüne vatkan, samimiyet ile hizmet kılıvatkan bir rehber, bir lider ve şunun bilen birge bir teşkilatının bar ekenlikini bunu bilişini ben ümit kılıman. Hemmenlerine rahmet.